Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugungi videomiz Xorazm viloyati Shovot tumanida bo'ladi. Burchatkalar narxini bilib olamiz mana so'rab. Akalarimiz burchatka bosayotgan mana. Narxlarini bilamiz. Assalomu alaykum. Aka, burchatkani nech puldan bosyapsizlar endi? Burchatka bu o'sha qarab. Katta kichiklarga qarab bir o'zgaradi. Masalan, katta bo'lsa 40 ming, kichikroq bo'lsa 50 ming. Buni nech puldan bosyapsiz? 60 mingga ham boradi. Bu 50 dan ketyapti. 50 dan kerak mana. Bu qummi endi shunda? Ha, bu qum. Kvadratiga qancha ketadi shunda? Nimasi? Sementi. Sementimi? Bu 100 kvadratga 1,5 tonna, 1,5 tonna sal ziyodroq ketadi. 100 kvadratga. Xonadonlar narxi qancha bo'ladi shunda? Xonadonlarga ham mana burchakkan razmeri qarab o'zgaradi. Qancha mayda bo'lsa, narx shuncha ko'tariladi. Qancha katta bo'lgan va kelishiga qarab, uyga joyiga qarab turadi. Katta joy bor, joy bo'ladi. Joyga qarab narx kelib chiqadi. O'rtacha shu 40 50 60. qanchadan beri ishlaysizlar bu sohada? Sohada 2016 dan beri. Mana hurmatli obunachilar, Shovot tumani burchatkasi. Obuna bo'lishni unutmang.